G'ulomjon akamizni sinfdosh do'stlari nomidan Tojiqul akamizni davramizga taklif qilsak-da, Tojiqul akamiz ikkoviz bir samimiy niyatlarni barcha do'stlar, qadrdonlar nomidan izhor qilsa, albatta Tojiqul akamizning tilaklaridan bir qatorda o'sha ajoyib bolalik damlari, bolalik onlari yodimizga tushib, o'sha 10 yil birga o'qigan sho'x shodon bir kunlar yana bir xotirlanadi va yosh tilaklar bunga hamroh bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli davram qatnashchilari, mehmon mezbonlari, xudoyo andalari. Mana shunday shodiyona kunni, quvonch kunni nasibalari. Murod aka, G'ulomjon, Xolboy. Mana shu ona dildagi mana shunday quvonchli kun, mana shunday boshlarida nishonlanib ekan. Muborakbod etaman sizlarni. Mana shu quvonchli kunlaringizdan tabriklayman. Mana shu yoshlarni baxtli kunlari, yoshlarni quvonchini ko'ringlar, saodatini ko'ringlar. Hali hayal o'tmay bir nevarali bo'lib ketinglar. Baxtli, hurmatli yoshlar. Qancha yil oldin men shu dadang aylarni shunday kunlarida menga qatnashish nasib etgandi. Mana bugun kun kelib, mana o'shanda yaxshi niyat qilgandik-da. Shu farzandlaringni ham yaxshi kunlarda nasib etsin, qatnashish, tabrikbod etish. Allohim Xudoga shukr. Sizlarni ham mana shunday qutlug kun bilan tabriklayman. Baxtli, saodatli bo'linglar, uzoq umr ko'ringlar. Bu tomoshalarda qatnashish nasib etsin. Mana shu kun bilan, quvonch kun bilan o'z nomimdan, mas'uliyat yetgan sinfdoshlarim nomidan, do'stlarim nomidan muborak etaman. Va quruq sifatda berishni xohladik. G'ulomjon, qabul qilib oling. Muborak bo'lsin. Va katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi niyatlar uchun tashakkur. Azizlar, mana bugun o'zlarining tilaklarini bildirmoqchi bo'layotgan mehmonlar juda ham ko'p, hatto ro'yxat to'lib, hatto qog'oz ham yetmay qolyapti. Shu boisdan tilaklarni qo'shaloq qilmay ilojimiz yo'q. Hozir davramizga mamnuniyat marshimizni yana bir aziz mehmonlardan qo'shiqlarimiz o'tiribdi. Halidan beri navbat kutib, chunki ular bugun to'ylarga samimiy bir niyatlar bilan dil so'zlaridan kelgan qo'ni qo'shnilar nomidan O'ral akamizni chiroyli qarsaklar bilan davramizga taklif qilsak. Marhamat, singillar, bolalarim, qizlarim. Mana bugun ko'p yaxshi gaplar, mana gaplar gapirildi. Shu gaplarga qo'shilgan holda mana G'ulomjon bugun G'ulomjonni ham kelin Xolboyni mana shu ajoyib mana kelin bilan chin qalbimdan, o'zim nomimdan, oilam nomidan, qolaversa mahalla qishloq fuqarolar yig'in nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Bu yoshlarimizga baxt, saodat, omad, Xudoning bergan umrimdan umrini ko'rsin. Duali bo'lsin, ota-onalarning xizmatida bo'lsin. Mana hurmatli prezidentimiz Islom Karimov bu yilga yilni barkamol avlod yili deb nima qilgan ekan? Mana shu bu yigitlarimiz ham barkamol bo'lsin.
bu yigitlar qizlarimizdan barkamol yigitlar qizlar paydo bo'lsin. G'ulomjon, seni yana bir bor tabriklab, kelin bilan xudo tomonlarini kuyov bilan tabriklayman. Mana shu bolalaringni kelinim sizlar ukajonim. Mana shu nevara kunlardan mana shu tilakdoshman. E'tiborlar uchun rahmat. Hozirroq ko'chamiz nomlangan o'zimizni yaqinman jamg'armamiz berib qo'yishga iltimos etaman. Katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Marhamat. Assalomu alaykum aziz qora ko'zlar. Aziz do'stlar, qavm qarindoshlar, qudalar. Mana bugun ana shu yerda yig'ilganlarning hammasi uchun sevinchli kun. Boisi mana to'rda o'tirgan Boburjon bilan Dildoraxonlarning baxt va visol oqshomlari. Hayotlarining debochasi dastlabki kuni. Biz Dildoraxon bilan birgalikda bir jamoada ishlaymiz. Dildoraxon singlim Boburjon taklarimizning eng zo'ri, eng havas qiladigani, yurakning to'ridagi barcha tilaklarning hammasi sizlarga baxshida. Men shoir ta'biri bilan aytganda, olamaro ikkingiz xushmuddao bo'linglar. Xalqning umidini istab hojat ravo bo'linglar. Dugona do'stlaringiz sizdan olsinlar ibrat, xalq ichida zabardast oliy baqo bo'linglar deb shoir ta'biri bilan tilaklarimni bildirmoqchiman. Men Dildoraxon bilan dastlabki suhbatlarimdanoq uning juda ajoyib oilada tarbiya topganligini, o'z kasbiga mehr qo'yganligini va qolaversa qiling Dildoraxon, bu kunlardan yodgorlik bo'lib, sizning hayot yo'llaringizda hamisha yodgor bo'lib qolishlarini tilab qolardim. Yana bir bor muborak bo'lsin tug'ilgan. Katta rahmat. Katta rahmat. Mana dasturxonlarga yigitlarimiz va faollar topshiryaptilarga xalaq bermay turaylik. Mana shu suhbatlar dasturxonlarga tortsinlar. Biz esa yana barchaga a'lo kayfiyat tilaymiz. To'ylar ko'ray bo'lsin deymiz. Mana bu yerda ayollarimiz e'tibor qaratib turibdilar. Hozir endi navbatni kuy qo'shiqlarga bersa kerak deb. Yo'q, yerimda tabrigimiz bor. Shu boisdan her yerinde yalnız yüresen bir kila köçesinden ötmegenim kilmaya oya ya